Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram muxlisona aziz, mana omadim. Hojon muhtaram 59 guruh kete mana har yak hojo mana da inja inshaalloh. Mana o shodu ham inshaalloh. Mana hozir shirishtir omadim. Fermishtir omadim. Mana shirishtir inshaalloh benihoyat foydash qalon immuniteti balam ekas. Mana hoca, assalomu alaykum. Ha hoca, nasılmışmı? Kayfiyat o'chdi? Mana fermishtir olmadim. Jak sayriga chiqasizmi? Rahmat kalom, salomat bo'ling. Hocaka, assalomu alaykum va rahmatulloh. Maşallah, maşallah. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hoca muhtaram shuma nazmi? Xudoga shukr, xudoga shukr. Alhamdulillah mana va hoca muhtaram ibadat ibodato. Boris sayohat mana termishtir omadim. Qanday yak Aka این فکرت بیان کردم جو کورکین عقلت باور نمیکرده که جهان داشتیم هیچ کی خیالش نبود که همدیگه صحرای کبرانده شترو کتی یک جوده استودش او شیری شتروی خدا تبابت گرفتنم یک ای کلان اینه بینال مردمه همینجا همه که بسیار مردمه قطنمش کرده است که حواسات میبیاد رحمت همین سهراب جنبا همه که تشکیل فوره کردی بودما آورده همه که جوهای چغزنانده بهر ریسورخ منه شتره و یاش چند شهروی دیده من بندول ماش مها نگاه هایم میخواهم که همین سهراب جنبا و یاش کردی اومده دام گرفته برفتنو شده هر یک بنده مومن مسلمان به خدا هم دیده مومن فرما Allah'ın omen ve Rabbul Alamin. Parvardigoro amin. Suh zamanında bizdeki ahli suhyon hamashonu Xudo farmad ki hamin joy munosibida hamashon umdara Rabbul Alamin. Tinjaman Alloh akbar. Shukr mana. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kim واحد ha? Kam? 5 riyal. Muhtaram muxlison aziz mana 5 riyal va mana yak bakrashgacha 250 gram shirishtir. Inshaalloh darborai shirishtir hadis omadagiki benihoyat foydash kalom vaqti ki mana peshovash kata agar aralash kada inson xirad immunitet baland meshad yak chand kasalho inshaalloh dori shoya Alloh metiyad lekin inshaalloh in chizhoye ki shoyoftan mo inshaalloh sabab meshadagi chizo mo ham inshaalloh yak umid naqs kada bismillah gufta mehrim Alloh in shira baroy har yakmo foydanon gardona bismillah maşallah ajoyib طعمش شیر گوکتی تقریبا یخه یعنی عجایب ماشاءالله الحمدلله و علیکم السلام